Azizlar, Sha'bon oyida Baroat kecha bordi. Baroat kecha Sha'bon oyining 15-kechasiga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yilgi 2-fevraldan 3-fevralga o'tar kecha Baroat kechasi hisoblanadi. Baroat kechada ko'pgina insonlarning gunohlari kechirilishi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir necha hadislar bor. Xosatan Alloh taolo shu kechada barcha bandalarning gunohlarini kechiradi. Illo mushrik bo'lgan yoki qalbida husumati bor inson bundan mustasno. Bunday insonlarning gunohi kechirilmay turadi. Baroat kecha ulug' kecha, Sha'bon oyining 15-kechasi. Bu kechada ibodat bilan o'tkazsak yaxshi, lekin xoslangan ma'lum bir odatdagi namoz yoki zikr yoki Qur'oni Karim tilovati yo'q. Har kim xohlagan ibodatini qilsin, kimdir namoz o'qisin, kimdir kitob o'qisin, kimdir zikr qilsin. Nima qilib bo'lsa ham iloji bo'lsa shu kechani ibodatda o'tkazsin. Xosatan kana tabi'un min ahli Sham, Shomlik bo'lgan, ya'ni Shom diyoridan bo'lgan tobiinlar bu kechani nima ibodatda o'tkazishar ekan. Ya'ni Allohga qurbat hosil qilish ma'nosida. Bu kecha shunday ulug' kechaki, musulmonlarning qiblasi Baytul Maqdisdan Ka'ba-i Muazzamaga o'zgargan kecha mana shu kecha bo'ladi. Ya'ni Baroat kechasida, Sha'bon oyining 15-kecha Baroat kechasida qibla o'zgargan.